ayollarda tuxum hujayralari sifatini yaxshilaydigan 3 ta lifehackni aytamiz. Birinchisi bu antioksidantlarga boy bo'lgan preparatlarni qabul qilish. Bular nima ekan? Birinchisi bu koenzim Q10 hisoblanadi. Ikkinchisi omega 3 hisoblanadi va uchinchisi vitamin D hisoblanadi. Ikkinchi qilinadigan lifehack bu uyquni yaxshilash hamda stressni kamaytirish. Uyquni qanday yaxshilaymiz? Demak, 7-9 soat davomida ayol qanday uxlashi kerak va stressni kamaytirish uchun esa yoga yoki turli xil turdagi sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish kerak. Va nihoyat 3-lifehack ayol kishi turli xil turdagi zararli moddalarni iste'molini kamaytirish kerak va agar mabodo bo'ladigan bo'lsa, zararli odatlar, masalan, ichish, chekish bo'ladigan bo'lsa, ularni to'xtatish kerak. Va nihoyat eng muhimi, ayollar ko'p turdagi har xil dorilarni ko'pchilik ayollar iste'mol qilishadi. Xususan bepushtlik muammosi bilan davolanadigan ayollar turli xil turdagi antibiotiklarni qabul qilishadi. Bular ham tuxum hujayralari sifatini buzib yuboradi. Shu dorilardan voz kechishi kerak.